Qara do'stlar, hozir juda ham narxlar qimmat bo'lgan davrga ham kelib qoldik. Oldinlari $100 bo'lgan operativ xotira hozir $400 dan kamiga sotilmayapti va eng yomoni video kartalarning ham narxi oshishi kutilyapti. Chunki video xotirani narxi ko'tarildi. Va mana shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, narxlar уже ko'tarilib bo'lgan bo'lishi mumkin. А я вам говорю, вы со своим искусственным интеллектом доиграетесь. Оператива взлетит в цене, DDR5 в 3 раза, а вслед за ней и DDR4. Новый комп до 28 года никто не соберет. Va shu og'ir paytlarda juda ham qiyin savol tug'iladi. Kompyuterni qachon yig'sa bo'ladi? Va bu yerda do'stlar bizda ikkita tanlovimiz bor. Birinchisi bu kompyuterni hozir yig'ib olish, hozirgi narxlar bilan, hozirgi byudjet va hozirgi imkoniyatlar bilan. Ikkinchisi esa narxlar tushishini kutish. Va kelinglar mana shu ikkala variantini ham ko'rib chiqamiz. Agar kompyuter biza hozir yig'adigan bo'lsak, biza oldingi yilga nisbatan kuchsizroq kompyuter yig'amiz yoki biza xohlagan konfiguratsiya qimmatroqga aylanadi. Agarda o'rtacha $1000 kompyuter oladigan bo'lsak, operativ xotira va SSD narxi oshgani tufayli taxminan 30% ga narxi ko'tarildi. Taxminan $1300 ga aylanyapti oldingi $1000 kompyuter. Va do'stlar, mana shu sonlarni eslab qolamiz. Agarda biz ikkinchi variant tanlaydigan bo'lsak, ya'ni narxlar tushishini kutish, to taxminlarga ko'ra eng yaqin muddat defitsit tugashi bu 2027-yilning oxiri deb aytilyapti. Lekin do'stlar, bu yerda bitta kattagina nosi bor. Defitsit tugashi bilan do'stlar narxlar oldindagi bo'lib qolmaydi. Skoriy всего do'stlar, bunaqa narxlar biz bilan hali ancha bo'ladi. Yaxshi misol bu neft bilan benzin. Neft narxi men pastga tushmasin, men tekin bo'lib ketmasin, lekin zapravkalarda benzin narxi hech tushmaydi. Chunki do'stlar, bozor o'zi o'rganib bo'lgan. Qaysidir brendda narxi sal tushirishi mumkin, lekin bu 5% dan u yog'iga oshmaydi. Va buni yoniga biz video kartalar narxi oshishini qo'shadigan bo'lsak, o'rtacha 20% to kutganimiz do'stlar bizga ko'proq zarar olib kelyapti. Mana shu video xotira narxi oshganligini hisobiga biz bu yili RTX 5080 Super 5070 Super kabi video kartalarni ko'ra olmadik. Chunki do'stlar narxlar slishkim qimmat bo'lib ketdi. Bunaqa narxga bu video kartalarni hech kim olmasdi. Hamda shu yaqin yillarda DDR6 chiqishi kutilyapti. Endi do'stlar tasavvur qilinglar, uni narxi qancha bo'lishini. Menimcha do'stlar bitta katta video kartani puli bo'lsa kerak. Xo'sh do'stlar, hammasini hisobga olib aytadigan bo'lsak, kutib o'tirgandan ko'ra hozir kompyuter yig'dirish bizga выгодныйroqga aylanyapti va eng muhimi biz yig'dirgan kompyuterimizdan hozir o'zida mazza qilib foydalansak bo'ladi. Kutib o'tirgandan ko'ra. Va do'stlar, agar uzoq kutadigan bo'lsangiz, biz o'sha yig'ayotgan kompyuterimizni уже neaktual bo'lib qoladi va uning o'rniga boshqa narsa chiqadi, a u narsa esa undan ham qimmatga aylandi. Va shuning uchun do'stlar mendan ko'p so'rashadi, kompyuter qachon yig'sam bo'ladi deb. Men har doim aytaman, agar imkoningiz bormi, hozir yig'ib olganingiz yaxshi. Ertani kutib o'tirmang. Mana shunaqa gapli do'stlar, agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar va do'stlar, keyingi safar qaysi mavzuda video ko'rishni xohlashinglarni kommentariyaga yozib ketinglar. Sizlar bilan Ibrohim bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha